Dollar. Bugun taxminan kola va internet kirib kelgan har davlatda insonlarning pul deganda aqlga kelgan ilk narsa bu bo'lsa, AQSh uchun dollar or nomus masalasi hisoblanadi. Sababi esa yashil rangda bo'yalib, Amerikaning prezidentlari bilan Benjamin Franklinning rasmi chizilgan 15,5 santimetrlik qog'ozlarning qadrini 55 yildan beri AQShning bu pul bilan hamma oldi-sotdi qila oladi degan so'ziga va bu so'zga bo'lgan dunyoning ishonchi bog'liq. Bu tizimni hozirda fiat pul deb ataladi. Qisqasi esa qog'oz pulning qadrini oltin bilan bog'lamasida davlat tomonidan uning qadrli ekani belgilanib kafolatlangani yotadi. Masalan, 60 yil oldin qo'lingizdagi 100 dollar 89 gram oltinga bog'langandi. Siz bankka borib 100 dollar evaziga 89 gram oltin olib bilardingiz. Hozir esa unday emas. AQShning kuniga 20-30 million dona dollar banknotasi chiqaradi. Buncha pulni oltinga bog'lash hozirda 1 kilogram oltin bilan qo'y olishday gap. Agar bir kun kelib AQSh bu dollar qadriga kafolat bera olmasa, pul kuydi degani. Rostdan nima qilishni bilmay o'choqda olov yoqishga ishlatish mumkin. Shunga AQSh uchun dollar or nomus masalasi deyapmanki, bu davlat uni qadr qimmatini himoya qilish maqsadida Saddam Husaynni osdi, Muammar Kaddafini urib o'ldirtirdi. Yaqinda esa Oyatulloh Humayni ustiga raketa tashladi. Bu 3 shaxsning o'limi dollar himoyasiga qanday aloqasi borligini qadrli tomoshabinlar sizlarga bitta like evaziga aytib beraman. Ya'ni birodarlar, videoni ko'rgandan keyin bir like bosinki, ko'proq yoyilsin. YouTube'da like muhim. Demak, shaxsan o'zimning 20 yillik umrimda haqiqiysini 10 marta ko'zim bilan ko'rib, 1 marta ishlatib ko'rish nasib qilgan bu dollar pulini 1785-yilda AQSh Kongressi o'zining milliy va rasmiy valyutasi sifatida qabul qilganda, 1792-yilda qabul qilingan tangalar to'g'risidagi qonunga binoan davlat milliy zarxonasi ochilib, unda bosib chiqarilgan oltin va kumush dollar tangalarining miqdori belgilandi. Qonunga ko'ra oltin dollar tangasi 1,5 gram, kumush dollar tangasi esa 24 gram etib belgilangandi. Bu dollarning qiymatini davlat kafolatlashi shart emasdi, chunki oltin va kumushni eritib belgilangan miqdordagi qolipga quyib chiqarish kifoya edi. Bunday holat toki 1861-yilda boshlangan Amerika fuqarolar urushigacha davom etadi. Shimol va janubga bo'lingan AQShning ikki qutbi 4 yil davomida bir-biri bilan qirq pichoq bo'lgan. Bu urushga negadir Amerikaning shimol tarafi janubiga nisbatan 4 baravarga ortiq kuchi bo'lishiga qaramay oldi orqasi ko'rilmagan zarbalar yeb qon ichida qoladi. U davrda hukumat chorani kuchlarni shirishda, ya'ni askar sonini, qurol-yarog' miqdorini, oziq-ovqat va hokazo ta'minotlar hajmini orttirishda ko'radi. Lekin katta muammo shunda ediki, davlatda buncha pul yo'q. Oltin va kumush hajmi cheklanganidan kerakli miqdorda pulni topishning iloji yo'q edi. Buni shunday tushuntiray, aytaylik, Amerika milliy zarxonasi urushgacha oyiga 100 tonna kumush eritib 400 ming dollar chiqargandi. Lekin urush boshlanishi bilan davlat xarajatlari birdaniga 500 ming dollarga chiqdi. Keyin esa qo'shimcha qurollanish uchun yana 500 ming dollarga ehtiyoj yuzaga keldi. Ya'ni AQSh shu tariqa 1 million dollar yiliga sarflashga majbur bo'ldi. Lekin qo'lida buncha miqdorda pul chiqaradigan oltin va kumush zaxirasi yo'q. Shunda ular qog'oz pullar chiqarishni boshlash. Sababi chiqarish uchun bo'yoq va qog'oz zarur bo'lgan bunday pullarni ishlab chiqarish oson va cheklanmagan edi. Aslida amerikaliklarning ozodlik urushini boshlashdan oldin ham qog'oz pul chiqarishgandi. Lekin bu pullar ko'p miqdorda chiqarilib, oltin kumush bilan bog'lanmagani uchun ham tez qadrsizlanib iste'moldan qolgan edi. Lekin 1862-yilda AQSh hukumati urushni moliyalashtirish uchun greenbacks deb atalgan qog'oz pulni chiqaradi va uni qonuniy to'lov vositasi deb e'lon qiladi. Ya'ni davlat amalda aytdiki, soliqlarni shu pulda qabul qilaman, qarz va davlat to'lovlarini shu pulda belgilab, shu pul bilan olaman. Urush sababli yirik korxonalarning eng katta xaridoriga aylangan hukumat bilan ishlash uchun shu pulni qabul qilishga majbur bo'lishdi va ishchilarga ham shu pulda maosh to'lashdi. Aholi esa ish haqqini shu pulda olishi bilan birga oldi-sotida davlat tomonidan qonuniy va majburiy to'lov vositasiga aylantirilgani
uchun va iste'molda boshqa variantlardagi pullar kam bo'lganidan indashmadi. Davlat esa bu pulni qadrsizlanib, inflyatsiyasini orttirib ketmasligi uchun maxsus tadbirlar amalga oshirgandi. Birinchidan, davlat qog'oz pullarni ehtiyojga ko'ra belgilangan miqdorda chiqarishga urindi. Ikkinchidan, aholida pul ko'payib ketishini oldini olish uchun soliq va ichki bojlarni oshirdi. Uchinchidan, urush davrida narx-navo va moliyaviy kelishuvlarni o'z nazoratiga olishga harakat qildi. To'rtinchidan, oltin va kumushni muomalasini butunlay cheklamadi. Beshinchidan, ortiqcha pul chiqarishdan qochish uchun xalqidan foizga qarz oldi. Shu taqlid AQShning ilk fiat pul tizimi fuqarolar urushida yuzaga kelgandi. Urush tugaganidan keyin 1870-yillardan boshlab AQSh hukumati sekin-asta bosqichma-bosqich qog'oz pullarni oltinga bog'lab, uning qiymatini xalq orasida mustahkamlashni boshlagandi. Lekin urushdan keyin shunday holat bo'ladiki, davlat urush davrida o'z pulini chiqargan bo'lsa, urushdan keyingi yillarda esa yirik xususiy banklar ham davlat qoidalari ostida qog'oz pul chiqargandi. Pul chiqarishning markaz nazoratida bo'lmasligi oqibatida pul chiqara oladigan banklar daromad ko'rishi uchun istaganicha pul chiqarib, dollar tartibini buzib, moliyada jiddiy inqirozlarni yuzaga chiqargandi. Shu tariqa tez-tez amalga oshib turgan bankrot holatlaridan keyin AQSh hukumati hamma yoqni bulg'ab rasvosini chiqargan xususiy banklarga pul chiqarishni taqiqlab, bu ishni to'liq o'z qo'liga oladi. 1913-yilda AQShning federal zaxirasi tashkil etiladi. Bu tashkilot davlat bilan hamkorlikda mustaqil faoliyat olib borib, pul bosishni nazorat qilish, mamlakatdagi banklarni boshqarish, davlat iqtisodini barqaror ushlab turish kabi ishlarni qiladi. Fuqarolar urushi bilan Amerika xalqi orasida tarqalgan yashil qog'ozli dollar puli jahon valyutasi maqomiga ikkita jahon urushi oqibatida chiqadi. Buning sababi esa odatda uzoq davom etadigan urushlarning tabiatiga bog'liq bir shaklda yuzaga keluvchi iqtisodiy muammolar hisoblanadi. Uzoq muddatli urush olib borishni xuddi begona bir qiz bilan yurib, unga yoqishga harakat qilishga o'xshatish mumkin. Qizga yoqish uchun uning istaklarini qondirish maqsadida doimiy va katta miqdorda xarajat qilish zarurati tug'iladi. Bilganlar bu ishni qandayligini o'zi biladi. Uzoq muddatli urush ham shunday. Agar urush 1-2 oyda tugamay yillarga cho'zilsa, urushish uchun doimiy yangi askarlar to'plash, ularni qurol, kiyim, oziq-ovqat va transport bilan ta'minlash kerak bo'ladi. Bularni ta'minlash uchun esa davlat sanoatining kuchli bo'lishi kerakki, talablarni qarshilasin, aks holda yengilasin. Yengilmaslik uchun esa yuqoridagi shartlarni bajarish kerak. Kerakli tovarlar davlatning o'zida bo'lmasa sotib olish zarur. Birinchi jahon urushi boshlanguniga qadar AQSh sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi bo'yicha Britaniya, Fransiya va Germaniya davlatlarnikini qo'shgan taqdirda ham ortiq edi. Bundan tashqari AQSh betaraf bo'lgani va urushdan uzoqqa bo'lgani uchun ham hech narsa unga xavf solmasdi. Urushning 2-yilidan boshlab Britaniya va Fransiya AQShdan qarz ola boshlagandi. Urushning oxirigacha Yevropadagi 20 ta davlat AQShdan 10 milliard dollar miqdorda qarz bo'lgandi. Buncha qarzning olinishining sababi ilk boshda davlatlar AQShdan sanoat mahsulotlarini oltin evaziga sotib olishgandi. Keyinchalik Yevropa davlatlarida oltin zaxirasi kamayishni boshlagach, ular AQShdan kredit olib, o'zlariga kerakli bo'lgan qurol, tank va boshqa narsalarni sotib olishni boshlaydi. AQSh esa kreditlarni dollarga hisoblab, dollarga bergani uchun ham Yevropa bozorida dollarning to'lish boshlanadi. AQSh urushdan keyin Yevropani tiklashda ham eng yirik kredit beruvchi va investor davlatga aylanib, dollarining xalqaro mavqeyini kuchaytira boshlagandi. Dastlab AQSh banklari Yevropa davlatlariga katta miqdorda qarz berib, ularning oziq-ovqat ta'minoti va sanoatini tiklashga yordam berardi. Masalan, Davs rejasi orqali Germaniyaga maxsus kreditlar ajratdi. Bu esa Germaniya iqtisodiyotini tiklash va uning boshqa davlatlar oldidagi majburiy to'lovlarni tartibga solish
olish uchun yordam berdi. Natijada qiziq bir tizim yuzaga keldi. AQSh Germaniyaga pul beradi. Germaniya bu pul bilan reparatsiyalarini Fransiya va Britaniyaga to'laydi. Ular esa o'z navbatida urush davrida AQShdan olgan qarzlarini qaytaradi. Shu tarzda dollar bir doirada aylanib, buyuk iqtisodiy inqirozgacha xalqaro valyuta maqomiga ega bo'lgandi. Xalqaro valyuta deb esa davlatlar o'rtasidagi savdo va moliyaviy hisob-kitoblarda keng qo'llaniladigan umumiy to'lov vositasiga aytiladi. Buyuk iqtisodiy inqiroz paytida AQShda yuzaga kelgan muammolarning asosini ishsizlik va deflyatsiya narxlarning tushib ketishini tashkil etardi. Bu muammolarni yechish uchun esa u davrda saylangan AQSh prezidenti Franklin Roosevelt deyarli Injilni bosishday bir gunoh bo'lgan AQSh konstitutsiyasi qonunlarini buzuvchi islohotlar qilgandi. Sababi odamning birinchi prezidentlik davrida qabul qilgan qarorlarning ko'pisi Oliy sud tomonidan konstitutsiyaga zid deb bekor qilingan. Lekin Roosevelt qo'shtirnoq ichida katta gunoh qilgan bo'lsa ham 4 yilda ishsizlik va deflyatsiyani hal qiladi. Franklin Roosevelt deflyatsiyani to'xtatish uchun AQShni oltin standartidan chiqarib, dollarni devalvatsiya, ya'ni ataylab qadrsiz qilib pul massasini oshiradi. Roosevelt islohotigacha 1 troy unsiya, ya'ni 31 gram oltin 21 dollar etib belgilangan bo'lsa, Rooseveltning bu islohotidan keyin dollar miqdori 1 troy unsiyaga 35 dollar etib belgilanadi. Ishsizlik kamaytirish maqsadida davlat katta infratuzilma loyihalarini boshlab, millionlab odamlarni vaqtinchalik bo'lsa ham ish bilan ta'minlaydi. Ya'ni prezident mamlakat bo'ylab bir dunyo yo'l, ko'prik, to'g'on, ko'p qavatli bino va zavodlar qurdiradi. Shuningdek, bank tizimini qayta isloh qilib, depozitlarni sug'urtalash orqali xalqning iqtisodiyotga va banklarga bo'lgan ishonchini tiklaydi. Ya'ni davlat banklar ustidan nazoratini ta'minlab, insonlarga bankka qo'ygan omonatlari bank kasod bo'lgan taqdirda davlat tomonidan egasiga qaytarib berilishini kafolatlaydi. Qisqasi, Roosevelt qo'ltiq tayoqda harakatlanayotgan AQSh iqtisodiyotini qayta o'z oyoqlarida yurib, keyin yugurishini ta'minlaydi. Shu tariqa dunyo AQSh uchun yana yaxshi kunlar kelyapti desa, birdan Amerika uchun bayramlar boshlanadi. Ikkinchi jahon urushi Amerikaning noniga sariyog' surganday foyda beradi. Roosevelt urushning ilk 2 yilda tarafsiz qolib urushayotgan davlatlar o'rtasida cash and carry savdo usuli bilan joyida o'tirgan holatda daromad qiladi. Ya'ni Amerika bu 2 yilda o'zidan biror narsa sotib olmoqchi bo'lgan davlatlarga mahsulotlarning pulini oldindan to'lab, keyin o'zi kelib olib ketaverishi mumkinligini aytadi. Lekin AQSh 1941-yilda Yaponiyani bir shapaloq yeganidan keyin joyidan turdida, urush sababli tabiiy ravishda ittifoqchilarga aylangan Britaniya va SSRni oldiga olib, umumiy ma'noda qisqacha shunday degandi: do'stlar, uchalamiz og'zi burnimizni qonatgan bu insonlik dushmani fashistlarni yengishimiz uchun men ham g'alabamizga qo'limdan kelgancha hissa qo'shmoqchiman. Men sizlarga endi urush uchun kerak bo'lgan qurol, texnika va moddiy yordamni yetkazib beraman. Sizlar bularni pulini o'ylamang. Urush tugagandan keyin bularni yo pulini berasiz, yo qaytarib berasiz. AQShning 1941-yilda qabul qilgan Land-Lease Akti nomli qonuniga asoslanib, Britaniya, SSR, Xitoy kabi boshqa ittifoqchi davlatlarga 50 milliard dollarlik miqdorda yordamlar kelib tushadi. Bu paytda esa Yevropada Germaniya uyg'otgan qo'rquvlar orasida eng ko'p mol qo'rquvi jon qo'rquvidan oldinlab ketgani uchun davlatlar oltinlarni saqlash maqsadida natsistlarning qo'li yetmaydigan AQSh davlatga berishadi. Bu soyada AQSh qo'liga dunyo oltinining 60% to'playdi. Ustiga dunyoning eng katta hajmdagi sanoat va ishlab chiqarish kuchiga egaligini ham qo'shib, AQSh 20-asrning 40-yillar o'rtasidan boshlab itiga salom bertiradigan davlatga aylanadi. 1944-yilgacha AQSh Normandiyaga qo'shin kirgizib, Italiyani yarmini olgandan keyin Yevropa davlatlariga birodarlar, urushni deyarli yutdik, lekin qadrdonlarim, ko'ryapmanki sanoatlaringiz yer bilan bitta bo'lmish, moliyangiz deyarli qorday erigan ekan. Shunga birinchi jahon urushidan keyin bo'lganida oramizdagi oldi-sotdi tartibi buzilmasdan inflyatsiya va deflyatsiya kabi balolar boshimizga tushmoqda
olishmasligi uchun oldindan kelishgan holda chora-tadbirlar ko'rishni taklif etaman. Oqibatda shu yilning iyul oyi davomida AQShdagi Bretton Woods shahriga 44 ta davlat delegatsiyalari yig'ilgan holda konferensiya o'tkazishadi. Bu konferensiyada AQSh umumiy ma'noda shunday mazmundagi taklif kiritadi. Qadrdonlarim, orangizdagi eng katta va saxiysi o'zim bo'lganim uchun sizlarning dardingizga darmon keltiradigan yechim topdim. Sizlar bilan bundan keyin oramizda bo'ladigan oldi-berdi chalkashlik bo'lmasligi uchun mening dollarimdan foydalanamiz. Sizlar zaxiralaringizda dollar saqlaysiz, men bu dollarlarni yig'gan oltinlarimizga bog'lab bosib chiqarib beraman. Istagan paytingizda dollarni keltirib asrashim uchun bergan oltinlaringiz bilan almashtirishingiz mumkin. Kelgan davlatlar ham usti yirtiq, qo'li quruq bo'lgani uchun og'a so'zing qonun, puling oltin deb kelishdilar. Shu tariqa dollar jahon valyutasiga aylanadi. AQSh dollarining oltin bilan bog'lab chiqaraman degan so'zini sovuq urushdagi qurol poygasi, 20 yillik Vyetnam urush xarajatlari, NASA, CIA va Pentagon budjetlarining oshishi hamda ichki kambag'allik, norozilik harakatlarini yumshatish uchun sarflagan ijtimoiy xarajatlarining ko'payishi natijasida ko'proq dollarlar chiqarishga majbur bo'lganidan buzib yuboradi. Natijada AQShning bu tuturuqsizligini ko'rgan Yevropa davlatlari AQSh dollarini o'ziga qaytarib berib, oltinlarni olishni boshlaydi. Masalan, Fransiya prezidenti Charles de Gaulle dollar quruq qog'oz, asl boylik bu oltin degan ma'noda gaplarni aytib AQShni tanqid qila boshlaydi. Yevropaning bu ishi tufayli AQShning ham achchig'i chiqqanidan, ham qo'llaridagi oltin erib ketmasligi uchun AQSh prezidenti Richard Nixon 1971-yilda haloyiq men dollarimni oltin bilan aloqasini uzdim, bundan keyin uni qiymatini AQShni o'zi ta'minlaydi degan ma'noda qarorini e'lon qiladi. Oltin bilan aloqasi uzilgan dollar deyarli oddiy qog'ozga aylangandi. AQSh hukumati bu qog'ozni qanday qilib qadrini ushlash haqida o'ylar ekan, Amerikaning boshiga arablardan kuchli bir zarba kelib tegadi. Saudiya qiroli Faysal II Isroilni to'xtatish uchun qo'lidagi neftini qurol sifatida ishlatishga qaror qilib, OPEC davlatlari bilan kelishgan holda Isroilni qo'llagan. Asosan AQSh va Niderlandiya davlatlariga neft embargosi joriy qiladi. Birinchi neft inqirozi paytida neft narxlarining uchishi va energiya tanqisligi yuzaga kelishi natijasida sanoatlashgan, ammo energiya ehtiyojini import orqali qondirishga majbur bo'lgan dunyo davlatlari xuddi suvsiz qolgan odamday holsizlanadi. Tarixda Newton boshiga olma tushgandan keyin yerni tortish qonunini topdi degan gap mavjud bo'lsa, men ham balki dollar kelajagi haqida o'ylab siqilgan AQShning boshiga arablarning neft embargosi shaklida otilgan toshchasi tekanidan keyin birdan muammosiga yechim topdi deya bila olsam kerak. Sababi Amerika 1973-yilda o'ziga embargo e'lon qilgan. Qirol Faysal bilan 74-yilda yopiq anjumanlarda kelishuvlar olib borib, bugungi kunda dollarning taxti hisoblangan petrodollar tizimini quradi. Ya'ni bu yopiq anjumanlarda AQSh bilan Saudiya o'rtasida shunday kelishuvlar bo'ladi. AQSh Saudiyani tashqi siyosatda uning mudofaasini ta'minlashini kafolatlab qurollantiradi. Saudiya esa yerlaridan chiqqan neftni faqat Amerika dollariga sotadi. Aminmanki AQShga Falastin masalasi deb embargo qo'yib, bugungi populyar matbuotda embargoni tugatmasangiz siz uchun oqibatlari yomon bo'ladi degan amerikalik diplomatga biz va ajdodlarimiz xurmo yeb sut ichib yashagan. Biz yana shunday yashay olamiz, lekin siz neftsiz yashay olmaysiz degan Saud qiroli Faysal nima jin urdida bunday qarorga keldi degan fikr paydo bo'lishi mumkin. Men esa sizlarga u davrdagi real siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlardan kelib chiqqan holda AQSh va Saudiya o'rtasida taxminan shu kabi suhbat bo'lgan deyishim mumkin. Hoji, araslab qilgan ishing to'g'rimi? Men Isroilning tarafini
kichkina deb oldim. Misr bilan Isroil bundan keyin yarashtiraman. Embargoni qoldir. Sen neftni sotishni to'xtatgandan beri ruslarni eshigini oldida odam ko'p yig'ilyapti. Agarda embargoni qoldirmasak, hamma SSRdan neft olishni boshlaydi, keyin oldinga odam kelmay qolishi mumkin. Qara, arazlab otgan toshing sabab boshim aylanyapti. Menga nimadir bo'lsa, seni SSRdan kim qo'riqlaydi? Sen taxtga o'tirganingdan beri aytayotgan eding, men dinsiz xudosiz sovetlarga qarshiman deb. Men bo'lmasam seni kim himoya qiladi? Bir kun SSR boshingga Iroqdagi shia arablarni yuborsa, sen nima qilasan? Qo'lingga qilich olib tuya ustida T-34 yonida Kalashnikov ko'targan askarlarni kesgan ketasanmi? Shunga hoji o'yla. Sen bilan 50 yillik qadrdonmiz. Shu paytgacha neftingni men qazib berganimdan beri kam bo'lmading. Endi gapimga kirib embargoni qoldirsang va neftingni dollarda sotishni boshlasang, men har doim seni himoya qilaman. Keyin esa kissangga kirgan dollar bilan mendan istaganingcha qurol, texnika nima kerak bo'lsa, ma'qul naqd olib ketaversan. Rozimisan? Shu tariqa AQSh avval Saudiya Arabistoni bilan, keyin OPEC davlatlari bilan neft eksportlarini faqat dollarda qilishga kelishib oladilar. Shu tariqa Amerika dollarini sanoatning hayot manbai bo'lgan neft bilan bog'lab, pulini bugungi taxtiga o'tkazadi. Qiziq bir voqealardan yana biri, o'sha Saud qiroli Faysal 1974-yilda AQSh bilan kelishuv qilganidan 1 yil o'tib o'z saroyida dasturxoni davrasida Amerikada o'qib kelgan jiyani tomonidan o'ldiriladi. Bu voqea balki AQShning Saudiya va boshqa arab davlatlariga ogohlantirishi bo'lishi mumkin. Chunki siyosatda qo'rquv sadoqatni eng yaxshi mustahkamlagan unsur hisoblanadi. Demak, 70-yillardan boshlab sanoatlashgan, ammo energiya resurslariga ega bo'lmagan rivojlangan davlatlar o'zlari uchun suv va havoday zarur bo'lgan neft va gazni dollarda olishga majbur bo'ladi. Shu sababli quruq qog'oz deb zaxiralaridan chiqargan dollarlarni olish uchun xuddi maktabga otasidan ko'proq pul istagan bolalarday yalinib kela boshladi. AQSh esa qattiq qo'l otaday yaxshi baho olsang ko'p pul beraman deganday qilib Yevropa bilan shu shaklda kelishadi. Do'stim, senga dollarni shunchaki berishimga sababim yo'q. Qo'lingdan ish kelar ahvolda bir-biridan zo'r texnika va tovarlar chiqaryapsan. Menga shularni sotishni ko'paytirsang, narxini kelishib dollar bilan to'layman. Shundan keyin Yevropaning AQShga qiladigan eksporti ko'paya boshlaydi. Petrodollar tizimi qisqacha shunday ishlaydi. Yevropa neft sotib olish uchun AQShga o'zi chiqargan sanoat mahsulotlarini dollarda sotadi. AQSh bilan bo'lgan savdodan tushgan dollar bilan arab davlatlarida neft sotib olib o'zlarining energiya ehtiyojlarini qondiradi. Neft sotadigan davlatlar esa o'zlariga bo'lmagan texnika, mashina va boshqa mahsulotlarni neft savdosidan tushgan dollar bilan Yevropa, AQSh va boshqa sanoatlashgan davlatlardan sotib oladi. Chunki neft va gaz faqat Yevropaning emas, Uzoq Sharq va Janubiy Osiyo davlatlarining ham ehtiyojlari yuqori bo'lib hisoblanadi. Shu yo'sinda dollar jahon valyutasi sifatida o'rnini sog'lomlashtirib olganda, bundan tashqari arab davlatlarining neft savdosidan tushgan katta dollar zaxirasini kichik aholisi 7 avlodini qo'shib ham yeb tugata olmaydigan miqdorga chiqib, bu yerlarda Amerikaning puliga vaqt o'tishi bilan ehtiyojning qolmasligi yoki undan ham battar pulni qadri tushib ketmasligi uchun petrodollar relation tizimi, ya'ni neft dollar tizimining aylanmasini quradi. Arab davlatlari qo'llaridagi ortiqcha dollarlarni qadrsizlanib ketmasligi uchun AQShning taklifiga binoan Amerikaning g'aznachilik obligatsiyalarini sotib olib, dollarni takror AQSh banklariga topshiradi. Obligatsiya haqida tushunchasi bo'lmaganlar uchun aytaman. Bu davlat yoki kompaniyalarning olgan qarzini kelishilgan muddatda foizi bilan to'lashga kafolat beruvchi qog'oz hujjatdir. Misol tariqasida tushuntiradigan bo'lsak, Saudiya 100 million dollar AQShning 5% obligatsiyasini sotib olsa, bu 100 million dollar puli kerak bo'lganicha yiliga 5 million dollar miqdorida qarzini, foizini olishi mumkin. Bu ish ham arablarning ham Amerikaning umumiy pullarini qadrsizlanmasligini ta'minlaydi. Xo'sh, petrodollar tizimi Amerikaga qanday ustunliklar berdi? Buni umumiylashtiraylik. Birinchidan, neft
savdosining dollarga bog'lanishi tufayli dollarning dunyo bo'ylab tabiiy ehtiyoji va qiymati tabiiy ravishda ushlab turiladigan bo'ldi. Ikkinchidan, AQSh bu talabni bahona qilgan holda fiat pul tizimi orqali cheksizga yaqin miqdorda dollarni erkin bosib chiqarish imkoniyatiga ega bo'ldi. Uchinchidan, AQSh xalqaro bozorda faqatgina dollarni o'zini sotish orqali ko'p ham ishlab, tovar sotmasdan iste'mol tovarlarni katta miqdorda sotib olish imkoniyatiga ega bo'ldi. To'rtinchidan, petrodollar aylanmasi sababli dollarda yuzaga kelgan global likvidlik zanjiri AQSh uchun tez va oson qarz olish imkoniyatini ta'minlayapti. Beshinchidan, AQSh yuqoridagi 4 ta imkoniyatlarni birlashtirgan holda dunyoning moliya tizimiga ta'sir qilish kuchiga ega bo'lib, dunyo moliya markazi sifatida bugungi maqomini qo'riqlayapti. Shu sababli AQSh uchun dunyoda neft faqat dollarda sotilishining ta'minlanishi hamma narsadan muhim bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham Amerika Saddam Iroq neftini yevroga, Qaddafi esa Liviya neftini oltin dinorga, Humayni Eron neftini yuanga sotgani va sotmoqchi bo'lgani uchun ularni yo'q qildi. Maduro o'g'irlanishining ham asl sababi u Venezuela neftini dollardan tashqari valyutalarda sotmoqchi bo'lganligi yotadi. Shu onda AQShni ushlab turgan yagona tayanchi dollar hisoblanadi. Chunki taxminan so'nggi chorak asrda AQSh o'zini devday sanoat kuchini jiddiy miqdorda yo'qotib, Xitoydan orqada qoldi. Endi esa dollarning taxtdan tushishi AQShni amalda tugatadi. Buni AQShga ta'sirini qiyoslab beradigan bo'lsak, hozirda $500,000 Ferrari olgan amerikaliklar kun kelib dollarning qiymati yo'qolganda Ferrarisining puliga elektroskuter olishlari mumkin bo'lib qolishi mumkin. Shu sababli ham AQShning tashqi siyosati ilk va eng asosiy maqsadi dollar qadrini ushlab qolish hisoblanadi deyish mumkin. Lekin shuni aytib qo'yayki, dollarning qulashi dunyo iqtisodiyotiga o'lgan odamdan tarqaladigan vaboday zarar beradi. Chunki ko'plab davlat aktivlari, qarzlari, xalqaro oldi-sotdilarning qiymatini dengizdagi to'lqinlarday harakat qila boshlashi mumkin. Hozircha bir narsani aniq aytishim mumkinki, AQShning 100 yilda qurgan bu dollar taxtini na Xitoy va na Rossiya va na boshqa davlatlar 5-10 yilda qulatishga qodir imkoniyatga ega emaslar va bo'lishlari ham mavhum hisoblanadi.